Narod. So, how are you doing? I am Paradox and welcome to my first ever storytelling YouTube vlog. Yes, I already have Instagram, so if you don't follow me there, you definitely should. But I thought, why not start YouTube too? So, and what better way to start my YouTube journey than by unboxing my 18th birthday gifts? Let's go, guys! By the way, don't forget to follow and support me. So if you have any ideas, don't forget to comment it in the comment section. Video o'zim yarim soat olingan va juda ko'p gaping qilganman. Shunchalik ham gapiradim odam. Qani keting. Bu bizga Marjona tomonidan kelgan. Tomorrow is another day. Shunaqa deb yozilibdi va bu yerda qurib qolgan guli bor va bu video 19-mart kuni olingan. Meni tug'ilgan kunim esa 13-mart kuni bo'lgan va oradan shuncha kun o'tib so'lib qolgan. Uzr. Okay. Yeah, I have a Spider-Man, you know. I'm really big fan of Spider-Man, so yeah. And you can see, like, juxtapressible. Got joke. My boys got joke. Уже ustimga ham o'tkazib ikkitanim. Xo'p, mayli, bu sovg'a Ezozadan kelgan. Freshman'da birga o'qiganmiz, juda yaqin bo'lganmiz Ezoza bilan, takoy zo'r qiz, qiz. So, menga bunda bakal berdi, rozovый. Rostdan ham bakal olmoqchi bo'lib yurgandim va o'zi keldi. Juda ham katta rahmat aytaman. Ayniqsa pushti rangni uncha yoqtirmasdim. Like pinky girl bo'lishni. Lekin men shundan keyin o'sha pushti ranglarni asta-sekin yaxshi ko'rishni boshladim. Hattoki hozir krossovkam ham bor pushti rangda. Xo'p, endi keyingi sohaga o'tamiz. Hozir buning ichida nima borligini bilmayman. Birga ko'ramiz. Davay, och endi, ko'p gapirma, och. Voy. Ha, bo'ldi, всё, kitob. Ha, bu kitobni menga anaqa bergandi, ismini esa to'xtaylar, o'chirib turay. Ha, bo'ldi, Nigora degan qiz bergandi. Ular bilan biz bitta kvartirada turamiz. Va o'sha kuni 2-3 soat qolganda men tug'ilgan kunligimni bilib menga kitob olib kelgandi. Hozir bu kitob eng zo'r kitobim bo'ldi va shu kitob orqali men yugurishni va triatlonni boshladim, ishonasizlarmi? Bu haqida Instagramimda o'zim bugun post chiqaraman. Shu Instagramimga borib ko'rib qilishni, nima edi, pin qilib qo'ygan video rasmlarimni ko'rishni unutmanglar. Realni hayotimni o'zgartirgan kitob. Hozir men sizlarga bir-ikkitani o'qib beraman. Okay. Let me see them. Okay, right. Let's read one sentence from this book. Okay, that is on uch. Let's go for on uch. On uch and yes, on uch. That's it. No. Oh, let's go. After I had unpacked everything, I'd gone through the red tape involved in moving here and settled into life in Cambridge. I got down to some serious running again. Breezy in creeps, racing early morning air, I felt once again the joy of running on familiar ground. The sounds of my footsteps, my breathing, and my heartbeats all blended together in a unique polyrhythm. Oh my god, I'm really interested in this book, so absolutely I'm gonna read this. Absolutely. After The Strangers. Okay. Xo'p, ana endi keyingi podarkaga o'tamiz. Buning ichida, buni Imona bergandi. Imona bilan bitta maktabda o'qiganmiz. Bunda notebook shunaqa qattiq olganini bilib qoldim. Uyimda oldida Next savdo markazi bor edi va o'sha yerda keyin birthday partyimdan keyin after party qilib morojniy ishga kirgandik va o'sha yerda qarab turibdi. Imona sen botaldingmi? Dedimki, "Da" deb kuldim. Shunaqa tezroq o'tkazdi, tezroq, davay. Ha, bu yerda stiker, qalam bor edi, adashmasam. Hozir uni ham ko'rsataman. Keyin bunda bir bola deb yozilgan. Kerak emas, chunki o'zi yozmagan. Va bu yerda rasmlari, bunda birthday partyimda tushgan rasmlaridek. Menimcha hozir yaqinroq kelib ko'rsataman. Mana esimda ekan, mana bu 18 yoshga to'lganimdagi zo'r rasmlar. Imonani fotoapparati bor edi, biz unda tushdik. Aytganimdek qalam. Keyin mana shunaqa shunday shirin, takoy I don't know nimaligini, holva emasda, lekin zo'r edi. Tatib ko'ringlar, Nextda bor. Taram baramanni chalinglar, chunki eng qiziq joyi kelyapti. Chunki bu podarka juda ham eng yaqin insonlarimdan. Marjona, ikkita Marjona va Guliram bir eng yaqin o'rtoqlarim va ular menga kechasi soat 12 da kelishdi kvartiraga. Muxlisa qatasan chiq deyapti. O'sha bilardi o'sha kelishini. Umuman kayfiyatim yo'q edi, lekin kelib ko'tardi. Orqadagi sharlar ham ular olib kelgan, 3 ta shar olib kelgandi.
3 xil, bittasini yorib qo'yganman. Hay mayli. Bitta anuni aytib o'tib ketay sizlarga, такой storyni. Yashil bu yerda ko'rib turganingizda ko'k shar bor, ko'k shar va qizil. Biz ikkita universitet tanlaganmiz va uni qo'shilmasi ko'k qizil bo'ladi va stiker bor. Ulanib ketgan ostida qo'yaman. O'sha bizni такой jigarli yanag'amiz, stikerimiz. Hop. Mavzu nima haqida ketayotganini bildinglar, albatta Stanford. Xo'p, ichidagilarni hozir ko'rsataman. Yonish kerak edi, hozir bu yerda yonmadi, nimagadir bilmayman. Okey. Открой, когда заморозишь. Пока не можешь видеть это. Короче, oh my god. Короче, bilan olmoqchi ekanman. Qo'yganman, sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Menda shunaqa nasochka bor keyin. Coffee, бежала coffee. Окей. Да. Открой прямо сейчас. I know. I know. Labis, ikkita labis. And then ikkita mamlakat labisdan chiqadigan status kodlar. Bitta narsaga hayron qoldim. Любовь это сделать массаж, когда он сильно устал. Короче, qachonki u charchaganida massaj qilish это любовь deyapti. They know that I don't know, uni o'zlari qilmadimi, but it's taqdir qolishiga bo'lishiga mumkin because they know that I really love massage. Yes, I really love massage. Okay, this one. Oh, our photos. Ooh, that is so beautiful. Okay. Let's keep it like privacy. Okay, auction gereği. Aç bakın da hoş asmışız. Zımbaj. Oops. Oh, gilas me. I love gilas. And then I'll eat. Okay, and then orbit. I don't like Açık orbitlerini, but I like that word like something like that. Okay, but this one is açık. Okay, anyways. Открой, когда заболеет. Okay. Короче, вам надо. Ну, аптекада смотрела, энергию ванна куда даешь, например. Киен вам давай ход экстра. Буду ванна била, помнишь ли? Киен Филипп ходит к ночи. Блин, а то когда тебе не хватает мотивации понятно. Ой. I have money. Короче, bu квартира учун, bu kitap учун, yangi kiyim учун, and then bu не знаю что-то. Bu asiti учун, bu boshqa. Короче, I have $600. $500. Опять еще тебе. Almond and peanut leaf. Mamlaka. Kaç rangi çıkarması gerekiyor burada. Oh my god, what the hell? This is my scarf. Akıl kadar küçük bakışız şart. Açık olarak yanında. Okay. And then this one. I love actually mamushi chocolate. So yeah, this one is mamushi. And you know what? Oh, thank you all of you guys, like my friends. I love all of you. I appreciate because I am like no one without you. I can say like you are my besties and I love all of you. Hamımız har xil o'qishga kelsak ham, har xil davlatga kelsak ham, har xil statelarga ketsak ham, baribir you are always in my heart. So don't forget, if you don't have any motivation, energy, just call me, just write to me, okay? We're gonna talk a lot, we're gonna talk everything, you know? I am always here for you. I love you so much. And then my dad gifted me an iPhone 17 Pro Max for my birthday. Shunaqa iPhone 17 Pro Max orqali dadajon qo'ygan ko'rib kundaligimga ham yozib qo'ygandim, что 17 Pro yozgandim, lekin 256 white'ini menga Pro Max keldi. Shuning uchun nima deydi, har doim yozinglar, ishoninglar. Muhimi ishonish kerak ekan orzuga, и всё. Mana haqiqiy unpacking. Qarab turinglar, oxirgacha anaqa hello degan yozuv chiqmasdan o'chirib qo'yganman, chunki dadamning oldiga yugurib quchoqlagani ketganman. Mening dadam bu mening qahramonim. Dadajon, seni rosa yaxshi ko'raman. It's midnight here in New York and it's my birthday. I am officially old. Thanks for watching. Nimadirda, don't forget to follow and like.